1-apreldan O'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? 2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim o'zgarishlarni sanab o'tamiz. Nimaga siz bo'larkan? 1-apreldan boshlab kamera va radarlar nafaqat jarima soladi, balki yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun avtomatik ravishda ballarni ham belgilaydi. Qoidabuzarliklarning taxminan 12 turi mavjud. Eng kam ball sababsiz signal chalish va to'xtab turish qoidalarini buzish 0,2 ball. Tezlikni oshirish 0,5 dan 2 ballgacha. Qizil svetofordan o'tish 1 ball. Hatto noqonuniy to'xtash ham jarima balli olib kelishi mumkin. 0,2 dan 0,5 ballgacha. Eng ko'p 2 ball tezlikni 60 km/soatdan ortiq oshirish, qarama-qarshi harakatga chiqish va yo'l transport hodisasi qatnashchisining hodisa joyidan ketib qolishi uchun beriladi. Haydovchining hisobidagi jarima ballari 12 oy ichida 12 ballga yetib qolsa, tegishli hujjatlar sudga inson omilisiz avtomatik yuboriladi va haydovchi SMS orqali xabardor qilinadi. Sud bunday haydovchilarni 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum etadi. Shuningdek, 12 oy mobaynida yo'l harakati qoidalarini buzmagan haydovchilarga rag'batlantirish tariqasida keyingi davrda qoidalarni birinchi marta buzganligi uchun birinchi jarima balli hisoblanmaydi. Haydovchiga jarima balli yozilgandan keyin u 6 oy davomida boshqa qoidabuzarlik sodir etmasa, uning jarima ballaridan 2 balli chegirib tashlanadi. 1-apreldan benzin, metan, propan va elektr transport vositalarini zaryadlash uchun naqd pulda to'lov qilish to'xtatiladi. Bu talab Prezidentning 2025-yil 10-dekabrdagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmonga ko'ra, avtoyo'llarda va shahar hududlarida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchalari neft, gaz mahsulotlarini sotishda hamda elektromobillar uchun zaryadlash xizmatlarini ko'rsatishda faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlarini qabul qilishi shart bo'ladi. Naqd pulda to'lov qilish imkoniyati qoldirilmaydi. Barcha zapravkalar oldiga maxsus kirim apparatlar o'rnatiladi. Agar plastik kartangiz bo'lmasa, siz ushbu apparatga pul solib chek olishingiz va chek bilan yoqilg'i quyib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, O'zbekistonda 1-apreldan zapravkalarda to'lovlar faqat naqdsiz usulda qabul qilinadi. Bundan tashqari, qonunchilikka ko'ra davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. 1-apreldan yangi tartib kuchga kiradi. Unga ko'ra, uy-joyni sotish va sotib olishda barcha hisob-kitoblar bank va notarius orqali elektron tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni oldingidek qo'ldan qo'lga pul berish amaliyoti bekor qilinadi va butun jarayon nazorat ostiga olinadi. Ya'ni oldi-sotdida pul bank orqali o'tmasa, notarius shartnomani tasdiqlamaydi. Keling, soddaroq qilib tushuntiraman. Yangi tartibga ko'ra, xaridor pulni bankdagi escrow hisob varag'iga o'tkazadi. Notarius bank ma'lumotlari orqali pul haqiqatdan o'tganini tekshiradi. Shundan keyingina shartnoma tasdiqlanadi. Keyin pul sotuvchining hisob varag'iga o'tkaziladi. Ya'ni bank orqali pul aylanmasi, uy oldi-sotdisi notarius tomonidan rasmiylashtirilmaydi. Shuningdek, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifaga kiruvchi transportlar hamda maxsus avtotransport vositalarini oldi-sotdisi elektron tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni amalda deyarli barcha turdagi transport vositalari ushbu tartibga tushadi. Agar qandaydir sabab bilan notarius shartnomani tasdiqlamasa, unda xaridor bankka murojaat qilib, escrow hisobidagi pulni to'liq qaytarib olishi mumkin. Ya'ni uning puli qotib qolmaydi. Xulosa qilib aytganda, yangi tartibning asosiy mazmuni shuki, endi pul avval bankda saqlanadi, notarius tekshiradi va faqat shundan keyingina sotuvchiga o'tadi. Bu esa firibgarlikni kamaytiradi, hisob-kitoblarni shaffof qiladi, xaridor va sotuvchini bir vaqtning o'zida himoya qiladi va eng muhimi, uy yoki mashina sotib olish jarayonini xavfsiz hamda ishonchli qiladi. Markaziy bankka ko'ra, escrow hisob raqamlar orqali amalga oshiriladigan bitimlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha davlat banklaridagi komissiyalar ko'chmas mulk bo'yicha 0,5 bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni
206 ming so'm. Avtomobillar bo'yicha 0,25 bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 103 ming so'mdan oshmaydi. Agar xaridor va sotuvchiga bitta bankda xizmat ko'rsatilsa, komissiya faqat bir marta olinadi. Agar xaridor va sotuvchining banklari boshqa bo'lsa, har bir bank komissiyaning yarmidan oshmagan qismini oladi. Xususiy banklar tariflarni mustaqil belgilaydi. 1-apreldan O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalarining ish vaqti rejimi 6 kunlikdan 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Bu Prezidentning tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qarorida ko'zda tutilgan. Tibbiyot muassasalari faoliyatining uzluksizligini ta'minlash maqsadida bayram va dam olish kunlari ularning ishi navbatchilik asosida tashkil etiladi. 1-apreldan boshlab O'zbekiston qonunchiligidagi o'zgarishlar haqida Vaqt.uz saytida batafsil tanishishingiz mumkin.